Bo'pti, mana ketdim, aka. Ketdingmi? Gap. Qancha chaqirishadi. Bo'ldi, gaplashamiz. Manimcha benzin qolmagan-ku, kenajon. Aychalarni oldiga olib tursam bo'ladimi? Benzini bor-ku. Ko'rsatib turadi, aldab qo'ygan bo'lishi mumkin. Nimadan keyin unaqa bo'lib qoldi? Shu yoqqa yurib keldingiz, o'chdimi yo? Yo'q. Yo'lga keldim. Qurib chiqdim-da. Ishim bor edi xonadonda. Shunga chiqsam so'rab bo'lmayapti. Keling. Bitta aylantirib ko'ring. Yana. Bo'l. Benzin so'z ishlamayapti-yu. O'zicha qarang, oxirgi payt benzin qo'ysam tez tugab qolyapti. Hop. Gazi bor ekan mashinani. To'g'ri, u. Qilib ko'ramiz, o'xshasa xudo xolisa. Voy. Ha, bo'lam tutib. Bismillah. Bo'ldi. Gazni zavat qilib berdim. Benzindan so'siz ishlamayapti ekan. Tuzatib beraman, zapchasim yo'q-ku. Zapchasiga borish kerak edi. Ishxonaga bormayman. Boshqa joyga ketaman ekan. Любой yo'lingizni anaqaga, serizga kirib keting, alishtirib tashlashadi. Ha, o'zi o'sha yerda bolaga borgan qo'ygan, sayfxonangizda-chi. Hamma yoqda o'rgandim. Tushganman-da, o'sha bola sal hisobli. Yo, to'g'ri. Yo, bolaga yetib qo'yaymi? O'sha yerda ana boshda birinchi, ikkinchi anaqaga kiryotgandim bolaga. Rahmatillagami? Siz otingiz yetib kiryotgandim. O, bemalol keling, muammo yo'q. Просто men yonimda zapchasi yo'q-da. Hozir sizga nechta pul beraman? 100 ming so'm bera qoling bo'ladimi? Kelganimizdan, vizifimiz o'zi shunaqa-da.